Bir kun Me'roj kechasida Jabroil alayhissalom bilan chiqib ketyapsalar. Me'rojda osmonga ko'tarilganlar, u osmonga ko'tarilishliklari Me'rojda unaqa hali uyqusida emas, uxlayotgan holatda olib chiqib ketgan emas, uyg'oq holatda, shu suratda ko'zi ochiq shom namozini o'qib, ba'zi rivoyatlarda xuftondan keyin degan, xullas shomdan keyin, xuftondan keyin bomdod vaqtiga qadar 7 qavat osmonni mana bu ko'z bilan ko'rib kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ketayotsalar, hamma farishtalar o'rnidan turib turar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojga chiqsa, farishtalar ikki tomonda o'rnidan tik turar ekan, qo'llarini qo'g'ishtirib hurmat qilib turar ekan. Bitta farishta hurmat qilmabdi-da. U farishta yerni yakson qiladigan farishta ekan. Xudo buyruq qilar ekan, balon yerda borib, tepasini pastga, pastini tepaga qilib qo'yasan. Sen Alloh shunga buyurarki, shu farishtaga shunaqa xizmat qilar ekan. Farishtalarga buyurar ekan. Shu farishta shu ishni qilmabdi, hurmat qilmabdi. Shunda Me'rojdan tushib kelyapsalar, yana odatda hamma farishtalar xizmatda odob bilan salovat aytib turibdi-yu, bitta haligi yer bilan yakson qiladigan farishtani butun qanotlari singan, xorzor bo'lib, hech qaysi farishta unga qaramasmishdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu farishta men chiqib ketayotganda shunaqa katta bir lavozimda turgan edi-yu, nimaga bu xarob bo'ldi, nimaga bu holatga tushib qoldi? Ey Jibril dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunda yo Rasululloh kechirsinlar dedilar. Hamma farishta o'zlariga ta'zim qilib, hurmat qilayotgani Allohga ma'qul bo'ldi. Xudo xursand bo'ldi. Bu yer bilan yakson qiladigan farishtaman men. Men kim ekanman deb qo'yganligidan, o'zlarini ehtirom qilib hurmat qilmaganligi sababidan Alloh buni lavozimidan tushirib qo'ydi dedilar. Yana u zot nima deyaptilar? Parvardigor kechir, mayli menga hurmat qilmasa ham, meni izzat qilmasa ham. Deganlarda, yo'q yo Rasululloh. O'zlariga 10 ta salovat aytadi, shu salovat Allohning dargohida qabul bo'lsa, Alloh keyin yana buni avvalgi lavozimiga ko'tarib qo'yadi dedi. Va 10 ta salovat aytdilar. Kitob aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga behurmatlik qilayotgan odam yer yuzini osmonni pastga, past yerni tepaga olib chiqishlikka, yerman yakson qilishlikka imkoniyati bo'la turgan farishtani Alloh xor qilib qo'ygan bo'lsa, bandasini qo'yaring dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga behurmatlik qilgan odam xor bo'lar ekan. Alloh o'zi saqlasin hammamizni.